Bugun 18-mart kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Chinoz tumanidagi Eshonobod mahallasini borib ko'rdi. Bu yerda 3000 dan ziyod aholi yashaydi. Ularga munosib turmush sharoitlari yaratish maqsadida Obod qishloq dasturi doirasida uylar, maktablar, yo'llar va kommunal tarmoqlar ta'mirlanib, zamonaviy madaniyat saroyi barpo etildi. Davlat rahbari shu yerda mahallaning turli millatga mansub vakillari bilan suhbatlashdi. Bugun kelishimdan maqsad Toshkent viloyatida ham zamonga munosib sharoit yaratish. Viloyatda salkam 3 million aholi bor, 150 ming nafari ishsiz. Shuning uchun har bir mahalladagi o'sish nuqtalarini topib, shunga javobgarlarni belgilab, kerakli mablag'larni berib, odamlarni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Ichimlik suvi, elektr energiyasi, yo'l, ta'lim va boshqa sharoitlarni yaxshilash zarur. Bu maqsadlar uchun yirik va o'rta loyihalar uchun viloyatga 119 trillion so'm yo'naltiriladi. Hali hech bir viloyatda bunday marra olinmagan, dedi prezident. Davlat rahbari Xo'jakent Tekstil Group korxonasidagi ish jarayonini ko'zdan kechirdi. Bu yerda 2 smenada 500 nafar xotin-qiz ishlamoqda. Oxirgi 1,5 oyda $100 ming tayyor kiyimlar eksport qilingan. Korxonaning o'zida tikish bichishni o'rgatib